Davom etamiz. Oltinsoy tumanida viloyat prokurori va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda yoshlarning taklif va tashabbuslari tinglanib, ularni qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash hamda hayotda to'g'ri yo'lni topishlari yuzasidan zarur tavsiyalar berildi. Shuningdek, uchrashuv doirasida kurash bo'yicha viloyat prokurori kubogi ham o'tkazildi. Tafsilotlar galdagi lavhamizdan o'rin olgan. Joriy yilning 24-fevral kuni muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda mamlakatimizda har haftaning payshanba kuni yoshlar kuni sifatida belgilangan edi. Mazkur tashabbus asosida Oltinsoy tumanida viloyat prokurori va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, hayotda o'z yo'llarini topishlariga ko'maklashish masalalari yuzasidan so'z yuritildi. Shuningdek, ularning erishgan yutuqlari va kelgusi rejalari haqida tinglandi. Uchrashuvlarda yoshlarni yanada ilmga jalb qilish va ularning o'z salohiyatlarini rivojlantirish, bandlik muammolarini hal qilishyapti va o'zimizning fikrlarimizni bildirib o'tdik. Uchrashuv davomida ko'plab bildirilgan takliflarni qo'llab-quvvatladilar. O'zimda yoshdagilarga va o'zimdan kichiklarga shuni maslahat berardimki, yaratilayotgan imkoniyatlar juda ko'p. Har qanday vaqtda har qanday muammoga yechim topsa bo'ladi. Tadbir doirasida nazorat ostidagi yoshlar bilan ham suhbatlar o'tkazildi. Ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish va jamiyatda o'z o'rnini topishga ko'maklashish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, kitobxonlikni keng targ'ib qilish, yoshlar o'rtasida mutolaa madaniyatini oshirish borasida muhim vazifalar belgilab olindi. Xususan, ko'p kitob mutolaa qilgan va ijobiy xulq-atvor namoyon etayotgan nazorat ostidagi yoshlarni muddatidan oldin jazodan ozod etish bo'yicha taqdimnomalar kiritish yuzasidan mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Uchrashuv davomida yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, ularning sportga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida kurash bo'yicha viloyat prokurori kubogi musobaqasining tuman bosqichi ham tashkil etildi. Bellashuvlarda jami 4 ta vazn toifasida 36 nafar sportchi yoshlar o'zaro kuch sinashishdi. Musobaqa yakunida o'z mahorati va iqtidorlarini namoyon etgan g'olib va sovrindorlar munosib taqdirlandi. Kurash bo'yicha Surxondaryo viloyat prokuror kubogi bo'lib o'tyapti. Bu kurashda men 81 mutlaq vaznda finalgacha 3 ta raqibimni yutib, birinchi o'rin qo'lga kiritdim. Kelgusi niyatlar nasib bo'lsa, respublika chempioni, Osiyoda jahon chempionlari bo'lish, bundan buyog'iga harakat qilamiz va birinchi o'rinda olib kelishdi. O'zbekistonimizda bayrog'ini ko'klarga ko'tarish orzuyim. Mazkur tadbir yoshlarning huquqiy ongi va ma'naviyatini yuksaltirish, ularni vatanparvarlik va kitobxonlik ruhida tarbiyalash, shuningdek jamiyatda munosib o'rin egallashlariga ko'maklashishga xizmat qildi.